Assalomu alaykum. Bizga ilm ma'rifat nurin chashqan, hayotlik yo'limizni yo'ritgan, bilim buluqidan sug'argan, mehri otash, qalbi gulxan ustozlar. Assalomu alaykum farzandlarimizning aql chirig'ini yondirg'uchi, mehr muhabbati bilan qalbimizni guliston qilg'uchi, arzu armonlarini farzandlariga bog'lagan qadrdon ota-onalar. Assalomu alaykum. Küçük tiller bilen ko'nglimizni yashnatgan, bir sinib, bir partada o'ltirib, kelgisi uchun kurash qilayotgan, bilim bog'chisining yangi o'ngan g'unchilari, millat kelgusining umid chiroqlari, sevimlik saboqdoshlar. Bugungi faoliyatimizga alohida vaqt chiqarib qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar, aziz qarindoshlar. Hammangizlarga bizdan o'tliq salom, oliy ehtirom. Aziz mehmonlar, biz bugün bu yerde tolu mu? Alaydı bir günni, yani Dünya Ana Til günni tebriklep yığıldık. Elbette Uygurlar ming yıllardan bu yan öz tilimizni saklap gelgen halk. Bizning tilimiz fakat alaq qo'rali bo'lib qolmasın, belki medeniyetimizning bir cevheri. Kimligimizning asosiy ve ruhimizning ifadesidir. Uyghur tili ecdatlarımızdan bizga qoldirgan eng qimmatli mirosdir.